Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bir go'zal xizmatimizni oz nihoyasiga yetkazdik. Azizlar, videomizni oxirigacha ko'rib tursangiz, xizmatimiz haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tib ketamiz. Azizlar, mana bu xizmatimizda ko'cha shapka, fasad, kasiro va ichkari shapkalarni qilib berganmiz. Bu ko'rib turganingiz fasadlar va ko'cha shapkalari juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Oqima kirituvchilarimizdan foydalangan holda. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan turganing kvadrat ko'proq ketadi. Chunki dunyoning bukilishi, muzqatilishlari ham bor, shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, ko'cha shapkamizga ko'proq fasonda qilib, juda ham go'zal holatda qilib, tarzularni ham tushirib, turbalarni ham tushirib, juda ham go'zal holatda qilib o'z nihoyasiga yetkazib berganmiz. Bu esa kazroq qismlariga ham xuddi shu oqma kirituvchilarimizdan foydalanib, juda ham go'zal holatda qilib bitirib berdik. Azizlar, bu esa xizmatimizning ichkari shapkalarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berdik. Ichkari shapkalar ham pionirli fasonda juda ham go'zal holatda choshgoch sardolarni ham qo'yib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, biz oldin xizmatlarimizni faqatgina Vodiy bo'ylab amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham xizmatlarimizni amalga oshiryapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.